Ronbegi ko'pchilik insonlar arzon joydan arzon narxga uy olishga ishqiboz bo'lishadi, harakat qilishadi. Bu sizni fikringizcha qanchalik to'g'ri? O'zimning shaxsiy fikrim, maslahat beraman, arzon narsaga oshiqmaslikka. U misol uchun uy joy bo'ladimi, kiyim-kechak bo'ladimi, oziq-ovqat bo'ladimi, dori-darmon bo'ladimi? 2-3 arzondan ko'ra bitta sal qimmatroq sifatlisini olganni maslahat beraman. Qurilish keladigan bo'lsa agar narx 3-4 ta narsadan kelib chiqadi. Arzon yoki qimmatligi. Birinchisi lokatsiyasi. Turar joy majmuasi qancha markazga yaqin bo'lsa, shuncha qimmat bo'ladi. Ikkinchisi, o'sha qaysi qurilish kompaniyasi quryapti, bundan oldin nimalarni qilib, qanaqa topshirgan, o'sha portfoliosi, brend portfoliosi. Uchinchisi, qurilishga ishlatiladigan materiallarning sifati. Lokatsiya ko'pchilik biladi, misol uchun qancha shaharga yaqin bo'lsa qimmat bo'ladi. Qurilish kompaniyasini bundan oldingi topshirgan loyihalari agar qanaqadir shu nimani aytgan bo'lsa, o'sha narsa qilib bergan bo'lsa, agar o'sha qurilish kompaniyasi sal qimmatroq sotadi, lekin o'sha mijozlarga ishonch bilan sotadi. Mijozlar undan ishonch bilan sotib oladiki, ha, bu qurilish kompaniyasi biz bilamiz, bundan oldin aytgan narsani qilib bergan deydi. Qurilish materiallariga keladigan bo'lsa, agar beton bilan armatura ko'pchilik endi 300-350 marka beton, armatura A500 narxi bir xil. Undan keyingi detallar, materiallar bor, ishlatiladigan materiallar, o'shandan kelib chiqib narxlar farq qiladi. Misol uchun biz Orzular makoni loyihamizdan Rossiya Federatsiyasidan fasad g'ishtlarini olib kelamiz. Orifon loyihamizga Xitoy davlatidan fasad g'ishtlarini olib kelamiz aytganmiz. Undan keyin turar joy majmuasini parkovkasi, bolalar o'yingohi, misol uchun shu yerda yashaydigan odamlar ertan bu uyni sotib olgandan keyin yashayotganda lokatsiyadan tashqari, misol uchun odamga yashash uchun barcha qulayliklar bo'lishi kerak. Gaz, svet, suvdan muammo bo'lmasligi kerak. Shu yerga bolalar misol uchun ertaga o'ynashga bo'lsa, xavfsiz bolalar o'yingohi bo'lishi kerak. Parkovka hammaga yetarli bo'lishi kerak. O'shandan kelib chiqib narxlar farq qiladi. Bunaqa sharoitdagi narsalar qimmat bo'ladi. O'zingizdan biladiki, ha, bu yerda unda ishlatiladigan narsalar qimmat bo'ladi. Narx shundan kelib chiqadi. Shunaqa agar barcha sharoitlar bo'ladigan bo'lsa, u qimmat bo'ladi. Sal arzonroq uylarda unaqa sharoitlar bo'lmaydi.